Akalar, videomiz o'chib qolyapti. Qaranglar, mana bu o'rdagimiz. Nimagadir bu o'lib qolibdi. Buni o'ylasi qayerdaligini men bilaman. Lekin hozir borish kerak o'sha yoqqa. Narada turadi. Ko'ryapsizlarmi, o'sha yerda turadi. Lekin bittasini mana bu Bobik yeb qo'ygan. Mana shu. Ochapat. Chidolmadingmi? Quturdingmi? Mana shu uchun bog'lab qo'ydik. Endi bizlar buni yechimini topishimiz kerak. Bobikni nima qilamiz endi shu? Bitta videoga like bosib qo'yinglar. Obuna bo'lib qo'yinglar. Biz hozir borishimiz kerak, o'rdaklar oilasini topib. Lekin uni topish kerak-da. Mana. Ichiga tovuq ham kirib qolgan bularni. Mana. O'rdaklar. Qara, sen ano'ng bor ekan. Sen jo'rang o'lib qolibdi. Qaramaysanmi bir jo'rangga? Endi bu yerda bitta tovuq ham kirib qolibdi, uyalyapti oldida. Lekin har yerda bitta odam ko'zini ko'rkovasday ochib turibdi. Bizga qarab turibdi. Endi hayla, bu yerda ham o'rdaklar bor. Bu o'rdaklar qanday o'lib qolyapti? Ana kuchagyaptimi yoki boshqa narsa yaptimi yoki o'zi suvga tushib o'lib qolyaptimi? Lekin bular suvda suzib oladi. Ana shunisi ham bor-da, akalar. Mana. O'rdaklar. Bu shuni o'ylasimi yoki boshqa o'ylasimi ekan bu? Nima deysizlar? Nariyoqdan kelyaptirdim. Neydan kelib qoldi yana? Kelyaptim. Men suzyapti deb o'ylabman buni. Qarasam, o'rdak o'lib yotibdi. Cho'p bilan asta sudrab oldim. Keyin Bobikdan so'radim. Bobik yo'q dedi. Bobik? Sen yedingmi yoki? Sen yedingmi? Zo'rga kirib bordim. Sen yedingmi? Bu yemaganda. Bu yerdan kelyapman.